Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men Fatima Jo'rayeva yana sizlar bilan ko'rishga ahd qildim. Bugungi kunda adolat izlab qidirib yurgan insonlarimiz juda ham ko'p bu dunyoda. O'zi adolatni topish oson emas davrlarga kelganmiz, lekin yurtboshimizning olib borayotgan siyosati, huquq-tartibot organlarimizning adolat yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarini ham e'tirof etishimiz kerakki, bu holatlarga chek ham qo'yib borilmoqda. Xuddi shunday adolatsizlikka uchrab va yo'llarida adolatni topib, yana ba'zi bir adolatsizliklarga uchrayotgan ukamiz haqida bugun ommaviy axborot vositalari orqali ommaning va albatta huquq tartibot organlarining e'tiborini jalb qilish uchun sizlar bilan yana efirga chiqmoqdamiz. Sardorbek, hormang aka. Assalomu alaykum. Menga qisqacha nimalar bo'lganligini aytib bera olasizmi? Assalomu alaykum. Men 2002-yili Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga kursant bo'lib qabul qilinganman. 5 yil o'qib, leytenant unvonini olib, harbiy xizmatni ofitserlik yo'nalishi bo'yicha xizmatni olib borishni boshladim. Kontraktlar tuzildi, boshqa bo'ldi. 2013-yilda yoziga qarab, yozlarida Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Kakayati qo'rg'onchasi 19950 harbiy qismga ishga yo'naltirildi. 13-yilda. 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 U yerda qanday ishladingiz? Qanday ish olib zo'r ishladik. Harbiy yo'nalish tarafdan deysizmi, sport yo'nalishi bo'yicha deysizmi, politik siyosiy yo'nalishlar deysizmi. Hamma yo'q yaxshi ketyapti, yaxshi xizmat olib boryaptim. Nima bo'ldi keyin? Bunday aytavering-ku, mana hayajonlanayotganingizni bilib turibman. Qandaydir ayblov sizga e'lon qilishda, o'zingizga bildirmagan holda, bilmagan holda siz nimadan bo'lganligini ham bilmay qoldingizmi? Nohaq ayblov bilan 301-modda qo'llashib, 301-modda qo'llashib 3 oy qamoq jazosi berildi. 1 yildan 1 yilgacha mansabdor shaxs lavozimlardan chetlashtirildim. Undan keyin unga nima sabab bo'ldi? Siz bildingizmi shuni nimadanligini? Termiz harbiy sudini qaroriga asosan. O'sha qaror qachon chiqqan ko'rsata olasizmi? 2014-yil 18-martda. 18-martdagi 3 oy qamoq jazosi belgilandi. Aytib o'tganimdek 1 yilgacha xizmat boshliqli lavozimlardan chetlashtirildim. Undan keyin 29-avgust kuni 29-avgust kuni menga qaror chiqyaptiki, prikaz 310Z bandi bilan kontraktim одностороннее расторжение bilan bir tomonlama bekor qilinyapti. Demak, ya'ni sizlar shartnoma tuzasizlar, ish shartnomasi, mehnat shartnomasi bir tomonlama, aynan Mudofaa vazirligi tarafdan. Shu sudning qaroriga asosan bir tomonlama sizning shartnomangiz bekor bo'lyapti, shundaymi? 313Z bandi bilan. 313 bandi. Yana qamoqda o'tirgandim degandek gaplar bo'ldi. 3 oy qamoq jazosi o'tirdim. Surxondaryo gavvaqtasida komendaturasida o'tirdim. Bu yerdan chiqdim, ishlab yurdim. 29-avgust dedim-ku sizga. Уже prikazim chiqqan. Ishdan haydalish bo'yicha. Ungacha senga hech nima bo'lmaydi, sen iqror bo'lasan, boshqa gaplar, shunaqa neofitsialniy gaplar bo'lgan u yerda. Endi yoshimiz boshqamiz, u paytdagi siyosat boshqacha edi. Endi hozir u narsani aytsangiz ko'pchilikka nimaga o'xshaydi? Ertakka o'xshaydi. Ertakka ham o'xshaydi. Shunaqa narsalar, neofitsial narsalar bo'lgan, va'dalar bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Men xo'p deb yurib, tap etib ishdan haydalib ketdim. Undan keyin harakat qildim, yurist bir 5-6 ta yuristlarga uchradim, boshqa bo'ldi. Seni deydi, oqlanmasdan turib ishga yana qayta tikila olmaysan. Sud qarori bor. Sud qarori bor. Biz harakat qila olmaymiz degan narsalar bilan qaytarilib, atkazlar bo'lib. Keyin endi vaqt o'tar ekan, oila sharoit bo'ladi, baqish kerak bo'ladi oilalarni. O'zimni o'zi ovora bo'lib qolsa ekanda, уже 2 yil qattiq shug'ullanganingizdan keyin уже hafsalangizdan sal sovib qolar ekan. Demak, siz harakatlarni boshladingiz, lekin baribir yo'llaringizda uchrayotgan to'siqlar va sizda vakolatli organlarga nisbatan ketayotgan harakatlaringizda sal intilishingizni susayishga sabab bo'ldi, meni tushunishimcha. Tushunarli. Yana endi 2000 mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichni olib borayotgan siyosatlarini ruhlanib, ko'rinib, boshqa bo'lib o'zini
shunda ham yonimdagi odamlar aytishdi, harakat qilmaysanmi, ko'pchilik vastanavit qilyapti nohaqdan, sen ham nohaqdan haydalgansan, ko'pchilik vastanavit qildi, mana ishlab yurishibdi, tiklanishyapti. Olib borilayotgan siyosatlar umuman o'zgargani oqibatida sen yana harakatingni boshla degandan keyin men ham harakat qildim. To'g'risi harakat qildim. 2025-yil aprel oylaridagi murojaatimni ko'rib chiqishdi. Toshkent harbiy sudi ko'rib chiqdi. Ko'rib chiqib oqlandim. O'sha qarordan ham ko'rsatilasiz? Mana qarorlar. Mana O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi. Mana demak sizni oqlanganligingiz, ya'ni Nazirov Sardor Bejurovich aybsiz deb topilib, reabilitatsiya qilinsin, oqlansin deb to'liq nima berildi. Oqlandim. Undan keyin ishga tiklanish bo'yicha ariza ham topshirdim Mudofaa vazirligiga. Unga mana bunaqa javoblar keldi. Ishdan ketishingizga sabab bo'lgan qaror bekor qilindi. Hukmi bekor bo'lgandan so'ng ishga tiklanishga ahd qildingiz, to'g'rimi? Ahd qildim. Keyin murojaat bilan chiqdim, javob ham keldi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Kadrlar bosh boshqarmasi xushvaqt tomonidan aybsiz deb topilib reabilitatsiya etilgani sababli sizni haqiqiy harbiy xizmatga tiklab degan lavozimga tayinlash masalasi ko'rib chiqilishini ma'lum qilamiz degan. Yaxshi, juda ham chiroyli nima berilgan ekan. Keyinchi tiklashdimi sizni? Yo'q. Yana bir narsa esimdan chiqib qolibdi. Oqlanganimdan keyin moddiy va ma'naviy zararlarni qoplash uchun yana sudga murojaat qildim. Endi bekordan bekor ishsiz qoldingiz, oradagi baribir oyliklar nimalar deganda sizga ma'naviy moddiy zarar yetkazildi. Murojaat qildim. Qarshi harbiy sudiga yo'naltirishdi. Qarshi harbiy sudi ko'rib chiqdi. 481 million moddiy zarar, 50 million ma'naviy zarar. Uni ham hukmi bor, a? Hukmi bor, qarorlari bor, hamma yo'g'i bor. Ko'rib chiqishdi. Shu u ham yo'q. Lekin 481 million moddiy zarar aniqlab, Qarshi harbiy sudi aniqlagandan keyin u moddiy zarar, o'sha moddiy sizga yetkazilishi kerak bo'lgan mablag'lar nima bo'ldi? Moliya vazirligidan telefon qilishdi. Keyin Mudofaa vazirligidagi moliya iqtisod bo'limi telefon qildi. Sizni dedi, oxirgi ishlab chiqayotgan joyingizdan pul tushadi dedi. Karta ochasiz dedi, kartangizga tushirib beradi dedi. Karta ham ochdik. 19.950 harbiy qism finansoviy moliya bo'limidagi boshlig'i bilan ham gaplashib yurdik 2 haftalab. U kuni tushadi, bu kuni tushadi deb ajratilmayapti moliyadan deb bahona qildi degan bahonalar deb, lekin tushadi deb nima qildi? Ertasi kuni, indini kuni deb cho'zib yurdi. Shu orada har ehtimolga qarshi siz kela olasizmi dedi bu yoqqa. Biz sizdan xato olishimiz kerak, чтобы pulni to'lig'icha qabul qilib oldim degan narsa. Yoki dedi, через faks ham jo'natishingiz mumkin. Andijonda turasiz ekan, Surxondaryo uzoq dedi. Xo'p deb turib, unga через faks ham jo'natib yubordim. Rasmlarga olib, nimalarga Telegram orqali ham jo'natib yubordim. Pulni to'liq oldim degan. Hatto olmasdan turib. O'zi yozdirib oldi. Yozdirib oldi. Shu darajagacha bordi demoqchiman. Olmagan pulingizni siz ham yozib berardingiz. Endi yozib berdim, to'g'ri. Endi uni любой holatiga misol isbotlab qo'ysangiz bo'ladi-ku. Shu tizimga tushadimi, tushmaganmi? To'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri o'sha pul tushadigan. Tushgan desiz ham, desa ham misol tushmagan deyishga menga haqqim bor. Nima? Endi bari. Asnamaydi. Endi men просто shunaqa darajagacha bo'ldi. Shu orada Mudofaa vazirligi tomonidan menga medko'rikdan o'ting degan prikaz buyruq keldi. Demak, ishga tiklanishda medko'rikdan qaytadan o'tish kerak bo'ladi. Oxirgi etap ekanmiz. Tushunarli. Undan ham o'tdim. O'tib bo'lganimdan keyin menga Mudofaa vazirligi kadrlar bo'limi tarafidan bu xat kelyapti. Sizni qabul qila olmaymiz. Imkoni mavjud emas degan. Bu mana 25-yil qabul qilamiz deyapti. iyulnida qabul qilamiz deyapti-da. 25-yil 20-avgust почти 3 oydan keyin imkoni mavjud emas. Mavjud emas deyapti. Sabab? Sababi 2014-yil avgust oyidagi sud hukmini 519-buyruq hukminiki ular asoslik to'g'ri qaror qabul qilingan deb zelalarda o'rgandim. Men bu narsani ham oldindan o'rgandim. 18-mart 2014-yilda Termiz harbiy sudining hukmi, mana ko'rsatgan hukmingiz bilan
9 avgust 2004-yilda Mudofaa vazirligining buyrug'i chiqqan ekan. Endi shunday. ko'rsatdingiz mana men ularni shunday. hammasini endi baribir videoni qilishdan oldin ham hurmatli kuzatuvchilar bu ish bilan to'g'risini aytsam tanishganman. Endi har qalay o'zlari aytib berishlarini istadim. Endi ana shu buyruqda taqdiri nima bo'ldi? O'sha buyruqda taqdiri bilan ketyaptimi hozir? Chunki sud hukmi o'sha buyruqqa asos bo'lgan, hukmi bekor bo'lib siz oqlaganingizda buyruq ham bekor bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak edi. 22 shuni orqasidan biz yana shikoyat bilan chiqdik. Buyruqni bekor qilish uchun. Toshkent o'sha hukmni. Toshkent nimaga asoslanib demoqchi bo'libdi. Toshkent harbiy sudi sudyasi Jamshid Rahmonov bo'luvdi shekilli chamanda, esimda yo'q. Ana yana qayta ko'rib chiqishdi. Qayta ko'rib chiqib turib, o'sha buyruqni bekor qiling deb berdilaring harbiy sudga tushunishga. U nabrot o'zlari oqlashib turib, o'zlari yana qoralab qo'yishyapti. Asosli bo'lib chiqyapti u narsa deb. Avvaliga oqlov bo'lyapti-da, sizni oqlashyapti. Hamma yo'q to'g'ri deb turib. Oradan ancha vaqt o'tyapti. Oradan 2-3 oy vaqt o'tib, sizni moddiy zararlaringizdan to'lamay, hech qanaqa nima qilmay, ishga tiklamay, yana medko'rikdan hamma yoqdan o'tkazib, do'pslar kelgan hamma yoq. Yana hatto pulni oldim degan u kun uchadi, bu kun uchadi deb yuradi. Berib tushuntirish xatlarini ham olib turib, keyin hamma yoq to'g'ri qilingan deb turib, hamma qilingan ishlar teskariga yo'yib. Xuddi shunaqa. Oradan почти mana 8 oy, 7 oy o'tyapti mana. Уже mana почти 1 yil bo'ladi yaqinda. Bu o'zlari hukm chiqarib turib, o'zlari qoralab qo'yishyapti endi oqlab turib. U oqlashiga asos bo'lganda menimcha mana hukmda oqlanishga hamma yo'lda asos qilib konkret ko'rsatyapti-ku. Qanday kelgan Shunga hayron bo'lyapman. Hozir mana muhtaram prezidentimizni olib borayotgan siyosatlar mana sudyalarga qaratilgan gap so'zlari hozir qayerga ketyapti degan savol tug'ilyapti hozir. Yana bir narsani aytib o'tish esimdan chiqib qolibdi. 481 million moddiy zararni qoplash uchun chiqargan sudyani o'zi avgust oyiga kelib ekan o'zi rad qilib yuboryapti. Qarshi harbiy sudini chiqargan qarorini rad qilib yuboryapti. Sardor-bey, 28-oktyabr Jamshid Rahmonov ismli sudyamizdan chiqargan qarori ustidan bir nima berdi? Shikoyat berdim. Respublika harbiy sudiga shikoyat berdim. Xuddi meni birinchi oqlagan sudyalar 26-noyabr kuni to'g'ri ekan, biz noto'g'ri qaror chiqarib qo'ygan ekanmiz deb bizga yomon edingmi ekan, biz adashib oqlamiz. Biz adashib qo'yibmiz. U paytda biz deb menga qog'oz berishdi. Qaytalik ko'rib chiqishdi. To'g'ri shu Jamshid Rahmonov sudyani ko'rib chiqqan sudi to'g'ri chiqibdi. Biz noto'g'ri ish qilib qo'ygan ekanmiz deb bizga qog'oz berdi. Endi bitta taftishimiz qoldi, oxirgi etapimiz qoldi. Masalan, kassatsiya deydi, boshqa bir narsa deydi ekan-ku. Endi hayronman endi. Unda ham уже nima qolmadi, nima deydi? Ishonch qolmadi. Yuragingiz ishonch qolmadi. Anaqa turibdi. Qo'rquv ham emas u, ishonch qolmadi. Уже 90% yo'q deyaveramikin yana. Chunki oxirgi nima desam bo'ladi? Oxirgi zinangiz, oxirgi eshigingiz turibdi, shu eshikka kirgan ham. Chunki birinchi oqlagan odamlar 4 oy 5 oydan keyin biz noto'g'ri ish qilib qo'yibmiz degandaqa holatlar bo'lib qolishi mumkinmikin deb men sizga murojaat qildim. Oxirgi hali nadejda deydi, nima deydi? Umidim. Endi to'g'ri, biz ham ommaviy axborot vositalari orqali hammani murojaatlarini, masalan, men sizni qo'lingizdagi hujjatlarni, sizdan suhbatlarimizni qachondan beri davom ettiraman, masalan 2 oy davomida o'rgandim, to'g'risini aytsam. Deganimki, bizni masalamiz, bizni blogerlarning vazifasi ommaviy axborot vositalari orqali mana shunaqa adolatsizlikka uchrayotgan, qiynalayotgan va o'z nimasini, haqiqatini topolmayotgan insonlarning murojaatlarini ommaning va huquq-tartibot organlarining e'tiboriga jalb qilish. Bugungi kunda minbarlardan turib har kuni adolat haqida, adolatga erishishimizni qat'iy ta'kidlab kelayotgan yurtboshimizga, Mudofaa vazirligiga, Oliy sud raisimizga, Bosh prokuratura va barcha huquq-tartibot organlariga bizning vazifamiz yetkazishdir. Xudo xohlasa, taqdim qilayotgan videomiz va undagi barcha hujjatlarni o'rganib, qonun ustuvorligi ta'minlanadi va albatta murojaatchimiz Sardorbek Nazirov Jo'rabekovichning murojaati
huquqiy hal etiladi degan umiddaman. Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, bugungi kunda inson huquqlari bo'yicha qilinayotgan O'zbekistondagi harakatlaringiz, sa'y harakatlaringiz va huquq tartibot organlarini olib borilishi kerak bo'lgan ishlarni har kuni ta'kidlayotganligingiz zamirida mana bunday adolatsizliklarga chek qo'ysangiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.